Tinchlikmi? Anchadan beri sizni kuzataman. Kiyimlaringiz ham kir bo'lib ketgandir. Olib chiqing, hammasini yuvib beraman. Yo, tavba qildim. Bu hayotda manfaat uchun gaplashmaydigan qizlar ham bor ekanda. Hozir 1 minut olib chiqaman. Xo'p. Ketib qolmang. Ketib qolgan 5 ta harf. 1 minut. 1 minut. Voy, o'ylagimcha toza yuvdingiz. Hidi ham bormi? Atir chapganmisiz? Yo'q, kiyimlaringizni simsim porshoqlarda yuvdim. Buni kapsulalari ham bor. Kiyimlaringizni shirin keltirib turadi. Yana ranglarni ham o'chirmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng muhimi, hamyonbop. Singlim bilaman, kelishgan yigitman. Ko'p qizlar lekin pul uchun, manfaat uchun gaplashadi. Siz nega meni tanladingiz? Mendan nima xohlayapsiz? Akajon, sizdan hech narsa kerak emas menga. Voy, o'ylay asalcha. Faqat kameraga qarab, shundoq qo'lingizni ko'tarib, rahmat deb bering iltimos. Zo'r aka, kulib faqat kulib. Bloggermisan? Kontent olyapsanmi men bilan? Reklamangni men bilan olyapsanmi? Turqiginangga sani. Bor yo'qol. O'zi bu hayotda 3 xil xilqat bor ekan. Bittasi manfaat uchun, bittasi pul uchun, bittasi kontent uchun. Yo'qol singlim. 3 gacha sanayman. 5 ta harf bo'lasan.